Chimgan O'zbekistonda yana bir yangilik. Bugungi obzorimizda Chimgan GD 304 modeli traktorimizni 3 portion 36 kuchi oldi-orqa tortadi. Traktorchilarimizga eng qiziq bo'lgan joyiga yetib keldik. Traktorimizni ko'rayotganingizdek silindrli palovos traktor hisoblanadi. Ya'ni traktorimiz o'zini bosadi, ko'taradi. Vom oboroti 540 ga 720, qishloq xo'jaligi 600 kilogacha bemalol yukingizni ko'taradi. Hamma obunachilarimizni narx deb kommentariyaga yozadi. Narxini aytib o'tib ketaman. Bu traktorimizning narxi $7200. Kimga shunaqa hamyonbop traktor kerak bo'lsa, do'stlaringiz qilib yurgan bo'lsa, mana shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolat.